Şavatanda kafenin poğuru var edi. Zafer. Az şöyle üzerimiz Şavata Şirin kafeye yaptı. Şef poğuru. Balıklı dım yaradı da o. Sana bir balıkla mazasını göreyim de yatırmam az göremiz. Şöyle demek Zafer karayımız. Zafer gidi. Qandaysan? Salam. Sağlık versin. Sen çalımsan? Ben bilesen ançki işimi. Nereden bilesen? Neyse davay. Hop, Shirin kafede jurata o'tiradigan mestolarni har xilsi bor. Qalasangiz topchan bor. Klassik Xorazm o'tiradi. Qalasangiz berginning mягкийlar bor. Qalasangiz kabina desangiz 3 ta kabinamiz bor. Sizga qaysi ma'qul? Ma topchan ma'qul. Men shu millicha o'tirishni yaxshi ko'raman. Millicha baldosh kirib. Yumshoqligini qaraman. Dahshat-ku boy. Zafarga gap yo'q-da. Zo'r pishiradi bari. So'sa botirib, so'sam bo'lmaz ekan. Isveji salatlar bilan. Yoribdi lekin jo'ralar. Bu yani jo'shtirolmaydigan jo'ralarga tashab qo'yish kerak lekin bu videoni. Aynan shu baliqni zakaz beringlar. Pyostriyni shunday deb o'tirsin. Sveji yog' qo'yilgan. Birinchini rangidan bilsangiz da bo'ladi. Bu kafeni bilasizlar? Kafe. Shirin kafe. Savatda, Qo'shko'p yo'li ketaverishda. Chap qo'llarga joylashgan bo'ladi. Hozir bir yangilik eshitdim, bu yerda yigitlar aytdi. Что yeb ichganlaringizdan keyin yegan ichganlaringiz summasi 200 ming so'mdan oshadigan bo'lsa, kattadan bir bo'ladigan konkurs bor ekan. To есть, buni aylantiradigan lototronga qo'yadilar. Счет 200 ming so'mdan oshgan bo'lsa, chiqartirgan vaqt kassadan telefon nomerlaringizni, adlaringizni yozib qoldirasizlar. Bilet olinadidan ko'zlaringiz oldida lototron tashab qo'yiladi. Ondan keyin kattada bir konkurs bo'ladi, aylantirib ichidan oladilar. Kim utsa, ilfiyat chaqiradilar. Tutgan odamni. Dan priz beradilar. Prizdan nima bo'lishini xabar etingizlar, izohlarda yozib qoldirasizlar. $100 qo'yamiz. Ne deysizlar? Hozir ko'ramiz, men yeb bo'lingan shotim. İlamakan 250 ming uni haqida videoni haqida ko'ramiz. Mazza bo'pti. 4-tapchan. Necha so'm bo'ldi? 140 ming bo'ldi. O'rtoqlar 140 ming so'm bo'libdi. Men konkursga ilinman, короче 200 ming so'mga ilmadim. Saboyadan sog'lik ketaman, 200 yetadi. Men nomerimni yozib qolasiz. Ha, yani konkurs lototronini tashlaysiz. Utsam, keyin $100 olmoqqa kelaman. Yetdim do'stlar.